1 minut ichida ko'p ma'lumotlar beraman. Qaranglar. Bola 3 haftadan boshlab matkanglarda o'zida ko'rinishni boshlaydi, matkani ichida bo'lsa. Hgchi 400-500 dan baland bo'lishi kerak. 1 haftalik homila, 2 haftalik homila ishonmanglar, 3 haftadan boshlab keyin ko'rinadi. Bolani yuragini tekshirtirmoqchisizlar, parokka to'liq bilmoqchisizlar, parogi bormi, yo'qmi? 22 haftadan boshlab to'liq yurakni garantiyasi bilan tekshirish mumkin. Dopplerga tushmoqchisizlar, iloji boricha ertaroq srokdan 24 haftalikdan ma'qul. Agar sizlarda davleniya bo'lsa, qandli diabetinglar bo'lsa, juda ham shishib ketayotgan bo'lsanglar, oqsil ko'p chiqayotgan bo'lsa, avvalgi bolalaringlarni kichkina tug'ib qo'ygan bo'lsanglar, har xil muammolarda juda erta muddatlarda birinchi skriningda Doppler qilish kerak. Tushundinglarmi? 12-13 haftada Doppler o'tkazish shart. Va ikkinchi skriningda albatta bachadon bo'ynini tekshirish kerak. Nechinchi homila bo'lsa ham, hozir birinchi ham bo'lmayapti, 2-3larda ham ochilib ketyapti. Shuning uchun shart. Qindan tekshirish kerak.